60+ yoshda terini parvarish qilayotgan ayollar uchun top 5 ta xatolik. Birinchi xatolik ko'z atroflari va lablarni parvarishini unutish. Ikkinchi xatolik biorevitalizatsiya va gialuron kislotasi kerak emas deyish. Uchinchi xatolik yuzga chuqur skrablar ishlatish mumkin emas. Yosh katta bo'lgan sari yuzni terisi yupqalashadi. To'rtinchi xatolik bo'yin va dekolte parvarishini unutish. Shu bilan birga qo'l sohasini ham unutish. Qo'l sohasi bilintirib qo'yadi yoshlaring katta bo'lganini. Beshinchi xatolik suvni kam miqdorda iste'mol qilish. Sizlarga doktor Nargiza kosmetologdan eng kerakli maslahatim: SPF kremini doim qo'yib yuringlar. Yoshlaringning ichida bo'lishidan qat'iy nazar, qanaqa fasl bo'lishidan qat'iy nazar, chunki SPF krem fasl tanlamaydi. Shu ayol kabi o'zlarini yoshga nisbatan yosh ko'rinishni xohlasangiz, shu aytib o'tilgan top 5 ta xatolikni qilmang.